Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana Toshkentdagi obyektimiz ramkalariga tushdik edi. Ramkalari bityapti, xudo xolasa. Do'llar chistovoy o'zi shtukaga berilgan do'llar, o'zi tayyor chistovoy berilgan. Endi shtuka bor. Do'llarni polniy shtuka qilib, chistovoy qilib chiqarib bu yo'lga tayyor qilishadi, keyin biz bu yerga romka yopishtiramiz. Agar ozmobodo agar buni shtuka qilmasdan, gruntov ketmasdan bizga qilib beradigan bo'lsa, unda ozgina muammo bo'lib qoladi. Muammo bo'lib qoladi deganim, mana ham joyini nazarda tutganman. Agar buni shtuka qilib, chistovoy qilib gruntov o'tmaydigan bo'lsa, mana orasini tortishga qiynalishadi, ham orasi rovni chiqmaydi. O'ynab chiqar orasi. O'shani hisobiga polniy malarni bizga shtuka qilib, chistovoy qilib, zakonniy qilib gruntov tayyorlashsa, yani undan keyin biz do'ldagi romkalarni yopishtiramiz. O'shanda ham oralari ham, kelgan oralari ham chiroyli chiqadi.